telefoningizga SMS kelganda ikkinchi telefonga ham keladigan qilishni o'rgatdim. Ko'pchilik tushunmabdi. Endi shuni ikkita telefonda qanaqa qilib qilishni ko'zingiz oldida ko'rsatib beraman va kimdir sizga xuddi shunaqa qilib bilan olgan bo'lsa, chiqarib yuborishni, ya'ni o'chirib qo'yishni o'rgataman. Qaranglar akalar, yaxshilab tushunib olinglar. Bu telefonda sim karta bor, bu telefonda sim karta yo'q. Bunga keladigan SMSni bu telefonga ulamoqchimiz. Buning uchun Telegramingizga kirasiz. Telegramdan mana shu Bubble.net deb qidirasizda, mana shu 3200 ta podpischisi bor, obunachisi bor. Nimaga? Telegram kanalimga kirasiz. Bu yerga kirganingizdan keyin obuna bo'lishni bosib, poiskga MMS deb yozasiz. SMS emas, MMS. Poisk berasiz. Mana shu nimani topib beradi sizga. Mana shu postni topib beradi. Mana shu postdan xolasangiz mana bu silkani bosib, ichiga kirasiz. Xolasangiz kopirayt qilib, liboy bitta brauzerga kirasiz. Bizga brauzerdan kirganimiz kerak. Shuning uchun xolasanglar shu yerning o'zida primoy o'tib ketsanglar bo'ladi. Открыть в browser degan joyi bor. Shu yerda продолжitga bosib o'tamiz. Mana shu saytga kirib, уже nimani QR kodni bizga chiqarib berdi. Bu yerdan mana shu funksiyani yoqib qo'yamiz. Запомнить этот kompyuter degan joyini bosib, bu farqi yo'q. Liboy nimadan kompyuterdan ham kirsangiz bo'laveradi. Keyin kompyuterga keladigan bo'ladi. Ko'rgan bo'lsangiz, har 3 sekund, 4 sekundda mana bu nima almashadi, QR kod almashadi. Endi bu telefonni qo'yamizda sim kartasi bor telefonimizni olamiz. Bu yerdan сообщениеga kiramiz. Bu yerdan mana bu tepadagi akkauntimizni ustiga bosamiz. Bu yerdan подключение устройства degan joyi bor. Shu yerga bosamiz. Skaner QR kodov degan joyi bor. Shunga bosamizda. Endi mana uni skaner qilib olamiz. Skaner qildi. Hozir avtomatik bunga ulanadi. Ошибka berdi, chunki internetim men zaif bo'lgani uchun mana tez almashib turadi. OK qilib boshqatdan skaner qilib ko'ramiz. Xuddi o'sha narsa. Подключение устройства. Bu yerda sal kutib tursanglar, pastda QR kod degan joyi chiqadi. Mana bunda chiqdi. QR kodga bosamiz. QR kod qilib skaner qilib olamiz. Ha, ulandi. Bu safar ulanib ketdi, chunki internetim yaxshi ishlab ketdi. Razрешетga bosamiz. Bu yoqda razрешетga bosamiz, bo'ldi. Xuddi mana bunday narsa bunga o'tib qoldi. Bunga SMS keladi-yu, shunda bu telefoningizga ham SMS keladi. Endi buni qanday qilib saqlab olamiz? Har safar kelganingizda skaner qilmaslik uchun bu yerda uchta nuqtani bosib, mana bu nimaniki? To'xtaylar, sizlarga birinchi mana buni o'rgataydi. Bu yerdan mana abonent qilishim kerak ekan. Sizlarda mana bu 3 ta nuqta chiqishi kerak mana bunaqa. Pastroqqa tushasizda добавить на главный ekranga bosib добавить qilib qo'yasiz. Xuddi сообщениеni, mana bu сообщениеni web versiyasi, mana xuddi приложениеga o'xshab chiqib turadi. Настройкасы mana bu telefoningizni, mana bu настройкасы bir xil почти. Funksiyalari o'chirib yoqsangiz bo'ladi. Chiqib ketamiz. Endi sinab ko'ramiz. Bu yerda SMS yozib ko'ramiz. Mana bunda ham paydo bo'ldi. Endi o'chirib ko'ramiz. Udalitni bosamiz. Bunda ham o'chib ketdi. Agar mana bunda internet o'chsa, bunga kelmaydi. Bunga kelmaydi. Mana bunda internet bo'lganda, bunda ham internet bo'lganda ishlaydi. Bu через internet ishlaydigan narsa. Endi sizga ulanib olgan odamni chiqarib yuborishni o'rganamiz. Hozir bu telefonga bu telefon bilan ulanib oldik. Endi buni chiqarib yuborishni o'rganamiz. Agar sizga kimdir ulanib olgan bo'lsa, mana shu telefon. Bu yerdan подключение устройства bossangiz, mana Android chiqib turibdi. Shuni mana X ga bosib отключить это устройство deyapti. Отключitga bosamiz, bo'ldi. Chiqib ketdi. Endi bunga hech narsa kelmaydi. Abonent qilamiz. Hech narsa chiqmaydi. Oqarib qoladi mana shunaqa.
xuddi shunaqa qilib ulab yoki ulanganlarni chiqarib yuborsangiz bo'ladi.